Mana shu videoni ko'rayotganlar orasida qaysi yigit farzandiga alimentni qasddan to'lamay yurgan bo'lsa, Alloh kifoya qilsin ana shularga. Aliment borasida o'tgan safar shu ayollarimiz ham, erkaklarimiz ham o'sha to'laydigan alimentlarni bankka qo'yish kerakligi haqida fikr bergan edik. Bu fikrni albatta kerakli o'sha mutaxassislar o'ylab ko'rib, balki buni yana ham mukammal qilib, yana ham qanaqadir bir foydali koeffitsiyentlarni oshirib, hayotga tatbiq qilsa, shu tomondan ayollarimizni ham muammosi kamayarmidi, shu bilan birga ajralishlar soni ham sal kamayarmidi degan bir mazmunda video qo'ygan edik. Shu videoni endi davomi o'laroq fikrimizni ikkinchi, ya'ni tangani boshqa tomonini ham ko'rmoqchimiz. Bu fikrda o'zi nimaga gapirganmiz? Misol uchun ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda yozyapti, bizgacha ham yozyapti, ayollar turmush o'rtog'ini behuda taqiqqa qo'yib qo'yayotganlari ham bor. Endi haqiqatan ham oylab aliment to'lamagan erini, sobiq erini ustidan ariza yozib chet elga chiqish taqiqini qo'yib qo'yish holatlari ham kuzatilyapti. 900 minggacha, 1 milliongacha aliment to'layman deyapti. Ba'zi paytlarda 1,5 million ham to'laganman deyapti. Lekin undan tashqari bitta farzandimda deyapti, bir oyda kamida 2 million rasxoti bor deyapti. Ikkalasini hisoblasak 4 million deyapti. Qo'shimcha pul ham berib turaman deyapti. Lekin ayolim deyapti, meni ustimdan ariza yozib, meni taqiqqa tiqib deyapti, o'zi Turkiyaga ketib o'rgan deyapti. Mana shunaqangi gaplarni eshitaverganimizdan keyin shu birinchi avval ko'rgan videoyingizni olib chiqishga qaror qildik. Faqatgina shu videoni tayyorlagan bizni o'sha mobilograflarimiz cho'zilib ketmasligi uchun o'sha boshidagi muhim gaplarni kesib tashlab, eng asosiy gapdan qo'yganligi uchun ko'p ayollarimiz, opa-singillarimiz tomonidan e'tirozlar bo'lyapti. Bu e'tirozlar bo'lishi tabiiy edi, chunki biz o'zi 150 mingdan 300 ming so'mgacha aliment olsak, endi uni bankka qo'yadigan bo'lsak, bolani kasal bo'lishi bor deyapti, uni osh-ovqati bor deyapti, kiyim-kechagi bor deyapti. Mana shu narsalarni o'zi shundoq ham biz qilsak deyapti. Endi shuni ham biz qo'limizga olmasdan uni bankka qo'yadigan bo'lsak, unda qanaqa bo'ladi? Biz yana ham turmushimiz og'irlashib ketadi-yu degan savollar bilan ijtimoiy tarmoqlarda bizni o'sha manzillarimizga fikrlarini, savollarini yozyapti. Umumiy qilib javob beradigan bo'lsak, o'zi aslida oladigan alimentingiz haqiqatan ham 300 ming, 500 mingdir. Boring yana 1 milliondir. Uni bankka qo'ysa, o'sha bankda bolani 18 yoshgacha to'lguncha o'sha bankda shu pul ko'payib borsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki bu aliment nimaga ham arziydi o'zimda o'ylab qarang. Qo'lingizni sanamang uka. Qo'lingizni sanamang. 10 minut bo'lib ketsin, lekin gapimiz mazmun mohiyati buzilmasin. Mana shu operatorlarimiz mana shunaqa qilishni boshladimi, gapni o'zi mazmuni buziladi-da. Bu gapimni ham kesmang. Tushundingizmi? Oxirigacha tursin. Kerakli odam oxirigacha eshitib oladi. Beparosat odam oxirigacha eshitmaydi, boshini eshitib olib, mazmun mohiyatini tushunmasa, har xil gaplarni yozaveradi. Gapni chuvalashtiravuradi. Davom etamiz. Endi bu videoni ikkinchi versiyasida ayollarimizni himoya qilib chiqimiz keldi. Sababi mana hozir menga direktda yozayotganlar orasida bir Feruza ismli ayol 11 oydan buyon farzandiga aliment olmayotganini shu muammo qilib yozibdi. Xayrullo aka deyapti, 11 oydan buyon farzandimga aliment olmayman deyapti. Nima uchun ajrashgansiz desangiz deyapti. Qiz farzand ko'rganimda ko'zi ko'r nogiron tug'ilganligi uchun nogiron farzand kerak emas deb, xullas meni haydab yuborgan. Xudoga shukr, shu nogiron qizim katta bo'lib, mana endi 6-7 yosh bo'lib, qori qiz bo'ldi. Shu qizimni shu ko'zi nogiron bo'lsa ham o'qitdim o'zim. Shu qizim hozir qori qiz bo'ldi, lekin 11 oydan buyon aliment to'lamaydi. Turmush o'rtog'im. Ichki ishlarga xabar berdim, milliy o'sha majburiy ijro byurosi ustidan yozdim, hamma narsa qildim, lekin hech kim eplolmayapti shu narsani. Masalani bu tomoni ham borda, hurmatli tomoshabinlar. Endi men aliment to'lamay qochib yurgan shu erkaklarga ikki og'iz gap gapirmoqchiman. Bolangni tug'dirib qo'ydingmi? Ajrashdingmi? Onaynimi, o'zingnimi tentak ona bir fikriga qo'shilib. Endi alimentni ham to'lab qo'ygan. Qochib yurmasdan yoki bo'lmasa o'zing qayerdandir 7 million, 8 million oylik olib, qo'shimcha joyga bir kishi kirib olib, olaylik bog'chanimi, maktabni qorovulliga kirib olib, hatto 600 ming, 700 ming oylik yozdirib, o'shani ham 250 ming, 200 mingini alimentga chiqib turadi, har nima deb turib, o'zing bu yoqda millionlar bilan millionlarni urushtirib yuribsan-ku. Bittasi kelsa qo'lingni ko'ksingga qo'yib, choyxonaga borib, chizza bo'yi osh qilib, ishing bitguncha oyog'ini ham yalaysan. Bolangga ham qarab qo'y, shunchalik xotini yomondir, xotining sen uchun nafratlanadigan ayoldir. Xotiningni betiga tupur, lekin bolalaringni qancha bo'lsa boqqin. Bolalaringga kerak bo'lsa 2 million topsang 500 ming qo'shib ber. Nima qilasan alimentdan qochib?
Menga ayollar birinchi videoyim uchun shu qadar xafa bo'lib yozyaptiki, bu ayollarni shunchalik tashab qo'yganligi uchun oylab, yillar davomida alimentini bermay yurgan ochko'z erkaklar bor ekan. Xo'p, xotining xiyonat qilgan bo'lsa ham, bolang senga xiyonat qilgani yo'q. Bolalaringning rizqini bergin. Xudodan qo'rqin. Odam o'zini bolasiga qanaqa qilib bu eshikdan mo'ralatadi? Otam qachon kelarkin? Yoki bo'lmasa qachon bu menga ham o'rtoqlarimga o'xshab yangi ko'ylak kiyarkanman, futbol to'p olamanmi degan savol bilan qancha yashash mumkin o'sha bola? 6-7 yoshli bolalar hozir otasini aliment bermayotganligini biladi, onasidan biladi. Misol uchun 6-7 yoshli bola ko'chaga chiqib futbol o'ynamoqchi bo'lsa-yu, o'sha o'rtoqlari futbol to'piga sherik qilmaydi, o'shani o'yinga kiritmaydi. Yoki bo'lmasa o'sha 6-7 yoshli bola o'rtoqlariga qanaqadir o'yinda biron narsani bir olib kirmagan uchun o'yinga o'zimizni tilda aytganda qo'shana qilmaganlik uchun ajratiladi. Ba'zi bir oilalarda bolalari bor, ota-onasining suhbatini eshitib olganda o'sha otasi yo'q bolani qanaqadir o'yinlarga qo'shmaydi, ko'ksidan itaradi. Bor shunaqa narsalar, bejizga kinolarga ko'chmagan, bejizlarga asarlarga ko'chmagan bu narsa. Shu narsa borligi uchun bugungi kunda mana shunaqangi kinolar, hikoyalar yaratilyapti. Men jinday qo'pol gapiryapman, lekin aynan kim haqida gapirayotganim yo'q, bitta shaxs haqida gapirayotganim yo'q. Aynan shu katta bir orzu havas bilan uylanib, o'zini aybi bilan yoki xotinining aybi bilan ajrashib qo'yib, endi bolasini rizqini, bolasini pulini bermay yurgan erkaklar haqida gapiryapman. Kerak bo'lsa qarz olib borib bergin. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bitta gaplari bor. Bitta qarz kechilar ekan. Shu erkak kishi oilasi uchun, xotini, bola chaqasi uchun kimdandir qarz olib, o'sha ularni ko'nglini olsa, xursand qilsa, qonini to'plasa, shularni xursand qilish maqsadida birovdan qarz olib, shu ishni qilsa-yu, shu qarzni to'la olmay, vaqti bo'lmay, imkoniyati bo'lmay, favqulodda o'lib qolsa, o'sha odam qiyomatda gunohlari bilan birga o'shani qarzi ham kechirilarkan. Shunchalik ekan, farzandga, ayolga, oilaga qilinadigan yaxshiliklarning ichida qarz olib qilinadigan ishlar shunchalik qiyomatda ham qarz kechilar ekan, boshqa bo'lar ekan. Sanlar o'zi qaysi kalla bilan yashayapsan? Yana bitta masala, o'tgan safargi videoga yana qo'shimcha ilova qilib qo'ymoqchiman. Hurmatli ayollar, agar turmush o'rtog'ingiz alimentni vaqtida to'lab turgan bo'lsa, uni ustidan ariza yozib, o'lib ketsin, qiynalib ketsin, ozor cheksin, men qanchalik qiynalyapman, bu ham qiynalsin degan maqsadda taqiqqa tiqib qo'ymang. Balki turmush o'rtog'ingizning ishi chet eldadir, o'sha yerdan baraka topib kelar, o'sha yerdan to'lib kelsa, sizni ham qaysidir ma'noda moliyaviy tomondan ta'minlashga davom etadi. Iymonli, e'tiqodli yigit bo'lsa, buni nimaga qilmasin? Albatta qiladi. Shuning uchun bu videoni kerakli odamlarga kerakli joyini kesib tashab qo'yinglar. Faqat mazmun mohiyati buzilmasdan tashlaylar. Men shu videoni olayotgan mobilografimga iltimos qilaman, montaj qilmasdan shunchaki qo'yib qo'y bo'ldi. Kesish kerak emas bu narsani. Men shu qaychi ko'p narsani odamda juvormay qiladi ijtimoiy tarmoqda. Shuning uchun iltimos qilaman, har bir fikrni yuritishdan oldin avval savol berish kerak. Xo'p, shunday bo'lsa nima bo'ladi degan savol berish kerak. O'sha avtorgami, o'sha fikr egasigami, deputatgami, kimga bo'lishidan qat'iy nazar. Bu jichasini eshitib olib, odamlarning fikriga qarab turib, fikr bildirish bu ahmoqgarchilikdan boshqa narsa emas. Mana shu videoni ko'rayotganlar orasida qaysiki yigit farzandiga alimentni qasddan to'lamay yurgan bo'lsa, Alloh kifoya qilsin ana shularga. Xuddi men his qildim o'sha narsani. Ayollarning og'rig'ini, bolalarni norasida go'daklarda zorlanib qarab turishini his qilganim uchun shu gaplarni gapirdim. O'sha shunaqa odamlar bundan battar gaplarga loyiq o'zi. Senlarga bitchusa qoningdan cho'ki bo'ladi, to'g'risi. Bo'ki bo'ladi. Lekin uni bolangni qara, qonni to'ymay o'tayotgan oilalar bor. Alimentga qarab yashaydiganlar bor. O'sha 300 ming alimentga bolasini kiyimini, ovqatini qiladigan ayollar bor ekan. Bas shunday ekan, o'shalarning pulini berib qo'y. Bir xilga yigitlarda xotinidan qo'rqadi. Ikkinchi xotinidan qo'rqadi, bor birinchi oilasining bolalariga qanaqadir ehson qilishga, alimentini berishga qo'rqadi. Ana shunaqangi erkaklar xotinning quli hisoblanadi. Bo'ldi, o'chirib.